Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, hammalaringga salom. Tinchmisizlar? Biz yana bir yangi chiqishni boshladik. Xudo xolasa, yangi kelgan qo'ylarga baribir bir tibbiy dori-darmonlar ham kerak bo'ladi. Sog'lig'i uchun, endi boqish uchun baribir eti pastroq narsalarni oladi. O'shaning uchun birinchi bizni eski uslubda sog'lig'i uchun, sifati uchun yaxshi dorimiz bor. O'shani bugun ko'rsatib o'tamiz. Bundan 1,5 yil oldin ham bir olib chiqqanman birinchi. Keyin ko'p ukalarimiz qo'lladi, yaxshi natija beradi. Biz hozir uni ko'rsatamiz. Bizni mana dori ichki tashqi kasalliklariga qo'ydi birinchi kelgandan keyin lechina qilinadi-yu. Hop, evirmak ukoli qilinadi. Bu bo'g'oz qo'ylarga u qilmaslik uchun mana bu aptekada mana 5,000-6,000 sotiladi oltin go't. Deymiz mana bu fermerlarda bo'ladi. Bu arzon, bu bekar hisob mana aptekalarda endi toza ko'rinishdagisi bu 5,000 so'm, 6,000 so'm turadi hozir. Buni har bitta bo'g'oz qo'yga bersa ham bo'laveradi. Bo'g'oz qo'yga bersa ham bir kichkina choy qoshiqda faqat bir pella bermanglar. Bir pella berganlar ham bor-da. Nomi oltin gugurt. Buni biz oltin gugurt deb aytamiz. Har bitta qo'yga 10 kun, 15 kunda muntazam berib borilaveradi. Bitta kichkina choy qoshiqda o'zimizda ertalab choy qoshiq deydi-ku. Choy ichganda ishlatadigan. O'shandan bir choy qoshiqda mana bu kepakka o'rlashtirib, o'sha bir kasa yem bersangiz bitta qo'yga o'sha bir kasaga o'rlashtirib beraverasiz har bitta qo'yga bir qoshiq. Buni yaxshi tomoni ichki kasalliklarini o'chagida qurtlarni o'ldiradi. Keyin ikkinchi tomoni buni otboqarlar beradi o'zi asli. Otga beradi, otga berishini ularni sababi birinchidan o'sha ichki kasalliklariga, o'chagidagi qurt shunaqa narsalarga. Ikkinchidan otni yaltiratadi bu. Xuddi o'sha otni yaltiratgandek, mana shu qo'ylarni ham yuzlarini yaltiratib, qo'ylar bilasizmi, bunday yemlanib chiroyli bo'lib boryaptigan qo'ylar yaltirab ketadi. Mana shu o'shani natijasi bo'ladi. Oltin go'tni. Xudo xolasa shunday ko'rinishda boqsalaring, yana qo'limizdan kelgancha boshqa kunlari ham nimadir o'sha esimizga tushgani, esga ham tushib olmaydi vaqt kelganda hozir birdan mana shu oltin gugurt esga kelib qoldi. Endi buni eng yaxshi tomoni bo'g'oz qo'ylarga ko'p ham ukol mumkin emas o'zi asli. Lekin bu bo'laveradi. Biz esimizda taniganimizdan biri shu bo'g'oz qo'ylarga ham muntazam 10 kun, 15 kunda bir choy qoshiq berib boraverganmiz. Bizni Tojikistonda oldingi chiqishlarimizda, oldingi blogerlarda chiqqanimizda bitta choy qoshiqda deb tushuntirgan edim. Bitta tojikistonlik birodarimiz 4 tami 5 ta qo'yga pelada berib qo'yibdi yemiga qo'shib. Ertalabda telefon qilyapti. Shunaqa oltin go'rt dovdingiz, shu qo'yga bersam, boshidagi juni ertalabga to'kilib ketibdi. U yo'q, oldin buni eshitib olib keyin berish kerak. Boshqa yerda eshiting desam, keyin bilgandi. Vaqtlar kelib bizni kuzatib qolsalar, obunachi bo'lib, ularga salom, gaplashib turamiz. Xudo xolasa xizmatdamiz. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, obuna bo'linglar. Xursand bo'lamiz. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatga doim tayyormiz. Hammalaring sog' bo'linglar. Like'ni bosib qo'yinglar.